Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Mana bu ko'rib turgan konteynerlar nima uchun ishlatasizlar deganlar uchun buni mana bunday taglarini ochib, buni kesib tashlab, semen uchun yomkis tayyorlaymiz. Bu semen yomkis nima uchun ishlaydi deganlarga, gazoblok uchun liniya, gazoblok liniyasi boshlandi. Endi gazoblok liniyasi terimizda mana bunday liniyalarni qo'yib bo'lganmiz. Ukalarimiz mana ayva ham qilishyapti, hammasi zo'r. Qoliplarimiz yetib kelgan Asrorbek akamiz ishxonasiga eslangda bo'lsa jo'natgan edik. O'zimiz ham mana kunimizni 4-kunidamiz. Xudo xolasa mana konteynerlar yetib kelgan, tarozlar, shineklar, lentalar, mana bunday avtomat reskalar, polni. Bizning kanalimizni kuzatib borsalaring, mana shu ishimizni kunma-kun etap-metapini qo'yib boramiz. Kimga mana shunday xizmatlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.